Hammada shu savol bor. E'tibor berib qarang. Nima uchun Alloh taolo men so'ragan narsani bermaydi? Nimaga siz aynan bir narsa so'rayapsiz? Nimaga aynan siz so'rayotgan narsani Alloh taolo bermayapti? Mumkin kechikyapti, mumkin umuman bermayapti. Mumkin qaysidir holatlarda Xudodan bir kamchiligingizni, bir mashaqqatni, bir mushkilani so'rayapsiz. Alloh taolo uni ijobat qilmayapti. Qarzdor duo qilyapti, qarzi yechilmayapti. Uyi yo'q odam duo qilyapti, Alloh unga uy bermayapti. Farzandi yo'q, duo qilyapti, Allohdan farzand so'rayapti, Alloh unga farzand bermayapti, birodar. Savol tug'iladi, jumboq o'laroq hammada bu savol bor. Katta-yu kichigi, yosh-u qarida bor. Nega Alloh taolo men so'ragan narsani bermayapti?